Mana nasib qilsa bu Andijon Xonobodga chiqib ketyapti. Chiroyli bo'lib. O'zi e'tibor bersalar mana motor katta, u kichkina emas. Masalan mana perchatga ham qo'yib ko'rsataman. Masalan mana perchatga qanday katta narsa. Shuni oldida kichkina bo'lib qolyapti. Qozoni ham katta, ikkita yarava loy qoradi. Ertalab yurgizib kechgacha ishlatasiz. Javob beramiz, mana shu hozirgi ko'rsatgan motorlarimiz 160 voltda ham xizmat qilib beradi. Yaxshi kunlar xizmat qilsin. Bunaqa oddiy haligi shunchaki pul uchun yasab qo'yilgan mishal emas akalar. Mehr bilan oylik odam 1-2 bo'lsin, 1 so'm, 2 so'm bo'lsin. Hozirgi kunda o'zi pul topish oson emas. Shu niyatda yasalgan bo'ladi akalar. Yaxshi kunlar xizmat qilyapmiz. Bitta olgan odam qayta olib, misol uchun bizdan 20 tadan 30 tadan o'tkazib olganlar juda ko'p. Bu endi yaxshi biznes, chunki o'zbek pul topsa to'y qiladi, pul topsa uy qiladi. O'shandan bittasi xizmat qiladigan narsa shu bo'ladi akalar. Xizmatlarimiz telefon qilaverasizlar.